Kim aytdi sizlarga sifatli kuzatuv kamera arzon turmaydi deb? Uni ustiga ushbu mahsulotimizni mini kamera qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Zo'ra. Demak, bugungi obzorimizda narxi arzon, lekin shunga qaramay sifati a'lo darajada bo'lgan Ezvis brendidagi ushbu kuzatuv kamerani obzorini qilamiz. Bu Ezvis H1C kamerasi bo'ladi. Uy, ofis yoki do'kon ichiga qo'yish uchun juda qulay, kassalarga ham juda ham zo'r aytadi. Asosiysi kichkina va ixcham, Full HD kачествоda yozadi, tasviri aniq va tiniq. Harakat bo'lsa o'zi sezadi va telefoningizga avtomatik tarzda xabar yuboradi. Uyda nima bo'layotganidan xabardor bo'lib turasiz. Kechasi ham ishlaydi, tungi ko'rish bor, qorong'ida ham aniq ko'rsatadi. Endi bir o'ylab ko'ring. Bitta oddiy kuzatuv kamerada shuncha funksiya bo'lsa, qolgan turdagi kameralarda qanaqa funksiyalari bor ekan? Bularni ham obzorlarini kanalimizga qo'yib boramiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Boshqa kameralar sizni yanada hayratda qoldirishi mumkin. Ichida mikrofoni bor, ovozini ham eshitasiz. Qaysi joyda turgan bo'lsangiz ham telefon orqali live ko'rib tursangiz bo'ladi. Ichiga xotira karta solasiz, yozuvlarni yaxshi saqlaydi. O'rnatish juda ham oson, to'kib kuylaysiz va tayyor. Bolani kuzatish, uy nazorati, kassa va ofis uchun juda qulay variant. Agar uyning ichiga sodda va ishonchli kuzatuv kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, Ezvis H1C kamerasi zo'r tanlov. Ushbu kuzatuv kameramizning narxi 400 ming so'm. Operatorlarimizdan kelishib qolsangiz, narxini yanada tushib beramiz. Sizga ham ushbu kuzatuv kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Pastda raqamlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizda dostavka xizmati O'zbekistonda barcha viloyatga mavjud. Barchalarni Anas Vision do'konimizda kutib qolamiz. Anas Vision sizning ehtiyotingiz haqida qayg'uradi. Hurmatli obunachilar, 400 ming so'mlik kuzatuv kameramiz obzorini ko'rdilar. O'zlaringizga ma'qul keladigan bo'lsa, operatorlarimizdan bog'laninglar. Undan ham yana kamerani arzonroq qilib berishimiz mumkin. Faqat bitta narsani inobatga olishlaring kerak. Ushbu kuzatuv kameramiz asosan xonalarga mo'ljallangan. Xonaga qo'ymoqchi bo'lsangiz, o'zining komplektidan magnitlari chiqadi. Xonaga bemalol qo'yib kuzatib yursangiz bo'ladi. Asosan endi uyda, misol uchun bolalaringiz o'zlari qoladigan bo'lsa, bolalarni nazorat qilib turaman deydigan bo'lsangiz, ushbu kamera zo'r bo'ladi. Wi-Fi ulab qo'yib qo'yasizda, bemalol telefon orqali nazorat qilib turaverasiz. Bolalar bilan bemalol muloqot qilib gaplashsangiz ham bo'laveradi. Ushbu kuzatuv kameramizda shunaqa funksiyalari bor. Qolgan funksiyalarni batafsil videoda boshida ko'rib chiqdilaring. Sizlarga ham ushbu kuzatuv kamera kerak bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek Anas Vision do'konimizga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bizda yana boshqa kuzatuv kameralar bor. Barcha kuzatuv kameralarning narxlari bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsalaring, ushbu videoda opisaniyasi bilan kommentariyasiga Telegram kanalimizning silkasini qoldiryapmiz. Telegram kanalimizga o'tib, silka orqali obuna bo'lib qo'ysalaring, Telegram kanalida barcha kuzatuv kameralari narxlari bilan qo'yib boramiz. Telegram kanalimiz xudo xohlasa tez fursatlarda mingtadan o'tadigan bo'lsa, kuzatuv kameralarga aksiyalar va tekinga kamera ham sovg'a qilishimiz mumkin. Shu sabab tezroq Telegram kanalimizga obuna bo'lsalaring, tekinga kuzatuv kamera ham yutib olishlaring mumkin. Barchalarni Anas Vision do'konlarimizda kutib qolamiz. YouTube kanalimizga ham obuna bo'lish esinglardan chiqmasin.